payg'ambarlarni kichik belligi. Kibr hech kimga yarashmaydi. Ha uni boyligi bo'lsin, xoh uniki bo'lmasin, xoh uni ilmi bo'lsin, xoh bo'lmasin, kibr degan narsa hech kimga yarashmaydi ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "A'ilun mustakbir", o'zi kambag'al lekin kibr qiladigan odamni Alloh taolo kechirmaydi dedi. Ba'zi bir insonlar o'ylaydi, hurmatli jamoat, masalan, boy odam kibr qiladi deb o'ylaydi ba'zi bir odamlar. Ashaddiy kibr kambag'al odamniki bo'ladi. Alloh taolo shunday yaratgan. Kimi boy, kimi kambag'al qilib yaratdi. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, Alloh taolo a'ilun mustakbir, o'zi faqir va miskin bo'lib, boshqa odamlarni mensimaydigan kambag'al odamlarni Alloh taolo kechirmaydi dedilar. Tavodul anbiyo degani payg'ambarlarning kichik belligi. Kichik bellik nima desa, haqni tan olishlik ekan. Kibr nima desa, odamlarni mensimaslik ekan.